Zulfiya mening o'ynab yurganim yo'q, halol mehnatdaman, taraxchilikda. Sentyabrga bolalarga maktab forma qilish kerak. Bolalarga kiyim? Ya ana, isham boshlandi, bitta mashina kelyapti. Duo qilib o'tirgin-a, o'g'limni barakasini bersin. Qani? Voy dod, meni urib ketishdi, nonko'rlar. Yaxshimi sotdi, nima qilib yotibsiz? Basharangga qo'tirjam, shu hozir urib ketding-ku. O'zingiz sakrab yotib oldingiz-ku. Bo'pti-da, yozaman ekanda, tushunmaydi odam ekan. Yuring, banisiga boraman. Banisiga bormayman. Banisiga olib borasan, 102 qiladi. Tilhat bilhat o'zingga muarin uyasi. Nima qildingiz unda? Hamma narsani ham yaxshilik yo'l bilan hal qilsa bo'ladi-yu. Voy. Aka, mana shu go'shtingizdan 5 kilo berib yuboring. 5 kilo? Nima qilasiz 5 kiloni? Uka, mashina bilan urganingni men aytdim, o'pirib yubording. Mana shu qo'yib ataman, go'sht bitiradi. 5 kilo bering aka. Bering aka, ko'tarib olasan. Aka, bu kalbasangiz halolmi? Biz halol yo'l bilan pul topamiz-da. Kalbasa. Xolos. Qovurg'amni sindirding, jon aka. Bitta qovurg'aga bitta kalbasa. Uy, ichida bo'lmaydigan darajada o'g'rayapti-yu. Opa, zarli pomadangizdan bo'lsa ayolimga ikkita berib yuboring. Endi oshirib yubordingiz. Buni nima qilasiz? Bo'lmasa yozaman ekanda, jon aka. Bo'ldi, bering, ikkita bering shundan. Voy, bultirgi jonim. Ras. Ha, shundan berasan. Nima qilasiz buni? Berasan dedim, berasan. Bo'ldi, beraman, qayt turing. Ko'zlarimda yo'q. Nech pul edi? Ana bugungi plan ham to'ldi. Jon aka, aytgan hamma narsangizni olib berdim. Tavba qildingmi? Tavba qildim, o'ylagan. Narsalarni menga qo'yding? Sur shopir, qaytib yo'limdan chiqma, bor. Ye. Halo. Ha, Zulfiya? Dugonalarimiz bilan gapimiz bor. 200 dollar ishlab keng. Shuni birato'la ertaroq aytmaysanmi, Zulfiya? To'xtab tur. Sen qiz tanimayman dedi. Nimaga like bosasiz u? Like bosgan yo'q dedi, olsangiz sovaraman. O'latda. Ayol kishiga ham qo'l ko'taradimi? Chumo. Ye'onayni. Onangni dedimi? Zulfi bo'ldi, hal qildim. Yirnikidan chiqdi. Onangni deganing uchun ham javob berasan.